Barchalarga salom obunachilar. Bugun biz FK Mobile'da bitta telefonda ikkita akkaunt ochishni o'rganamiz va bu juda ham oson ish va buni 5 minutga qolmasdan o'rganib olasizlar. Birinchi bo'lib nima qilamiz? FK Mobile'ni o'chirib tashlaymiz, lekin bitta sharti bilan buni 100% Google ga ulab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Chunki agar Google ga ulamagan bo'lsanglar, polni sostavida o'chib ketadi. Agar Google ga uladim, endi ikkinchi akkauntni qanaqa ochaman degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Hozir buni ko'rib chiqamiz va videoni ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. FIFAni texnik bilan o'chirib tashlaymiz. Agar Google ulangan bo'lsa, ishonch hosil qilib, anaqa qilsanglar bo'ladi bemalol. Keyin boshdan o'tkazamiz FIFAni. To'g'risini aytsam, o'zimga ham zarur emas bu, lekin 15-20% odam bilmasa ham buni. O'zimda masalan ikkita akkauntim bor. Bittasi 122, bittasi 119. Videolarimni kuzatib boradiganlar bilsa kerak. Va bugun shu akkauntlarni ochib olishni o'rganamiz. Shu ko'plamash akkaunt ochishimiz keladi, lekin tushunmaydi. Hozir buni hal qilamiz. Lekin aniq Google ulagan bo'lishi kerak. Google mi, Facebook mi, boshqasi ulagan bo'lishi kerak aniq. Agar hech narsa ulamagan bo'lsanglar, akkauntingiz 123 mi, 124 bo'lib qolsa, agar uxladi akkauntingiz. Shu videoda aytilgandek qilsanglar, albatta ikkita akkaunt ochib olasizlar. Va hozir deyarli o'tdi. Va akkauntimni o'chirib tashlab, boshdan o'tkazdim. Endi nima qilaman deysizlar. Har doimgidek FIFAga kirib olasizlar. Sal pasaytiringlar ovozini. Va shunaqa boshida yilni so'raydi. Boshida FIFA o'tkazganinglarda qanaqa so'raganda, hozir ham shunaqa so'raydi. Va hozir bu yerda to'g'risini o'zim 2010-yilmi, o'shaning uchun 2010 ni qilamiz. Va qilib olasizlar. Kirish har doimgidek cho'ziladi. Masalan, men ikkita akkauntim, katta akkauntimni Facebookga, kichkina akkauntim Play Y-ga ulaganman. Sizlar qaysinga ulagan bo'lsanglar, bitta akkauntinglarni, agar mana shu videodagi qilgan bo'lsanglar, ikkinchi akkauntni ochish uchun любой narsani qilib olsanglar bo'ladi. Masalan, Google ga ulagan bo'lsanglar, Facebookdan yoki shunaqalardan qilib olasizlar. Va sizlarga buni maslahat beraman, ikkinchi akkaunt ochishni. Chunki bitta akkaunt qiziqarli, to'g'ri, lekin ikkita akkaunt bo'lgani yaxshi. Open packlar ko'payadi, qiziqarli bo'ladi. Beta ketishiga ham 20 kundan kam qolibdi, lekin to'g'ri. Agar o'rnatish hali ham bilmaganlar, 5-10% qolib ketdi bunaqalar. Agar o'rnatish hali ham bilmaganlar, men kanalimga kirsanglar, pastroqda sal video bor, shu beta o'tkazish haqida boshqa narsalarni qilgan videolarim bor, o'ynagan videolarim ham bor. Beta o'tkazib, ichiga kirib qanaqa o'ynab, qanaqa open pack qilishga eslatib qo'yaman. Samosetga olmasga, umuman open pack qila olmaysizlar. Polni oltinga qilasizlar. Va o'yinga kirib oldik. Hozir bu yerda 4 ta yo'nalish turadi. Bittasini bosib kiramiz. Hozir kirib qoladi. Va kichkina akkauntimdan kirdim menimcha.
kichkina akkauntimga kiribdi. Sizlarga bitta narsa aytaman. Hozir menda reysga kirib ketgan bo'lsa, sizlarda shu 4 ta yo'nalish turadi. Play, Y, Google, Facebook, Line shunaqalar turadi. Agar akkauntingiz nimadan ochilgan bo'lsa, masalan, Googledan ochilgan bo'lsa, shu hozir 4 ta yo'nalish chiqadi. Aytdim sizlarga Facebook yoki Line shunaqalardan Facebookdanmi, Play, Ydanmi kirib, yangi akkaunt ochib olishingiz mumkin va birinchi bo'lib yangi akkauntga kirganingizdan keyin katta главный akkauntimga qanaqa o'taman desanglar, chet настройканы bosasizlar. Turibdi привязка uch записи. O'shani bosasizlar. Masalan, Facebookdan ochganman katta akkauntimni. Facebookdan ochganman, kirib olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, katta akkauntim Facebookdan, kichkina akkauntim Play Ydan. Ana ko'rib turibsizlar, katta akkauntimga ham kirdik. Va bu aytganlarimni to'g'ri qilsanglar 100% o'xshaydi bu narsa. Pastda Telegram kanalimning silkasini joylaganman. Bu yerda Telegram kanalimga o'tib qo'shilib qo'yishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim, chunki FK Mobile va futbol yengillari qo'yib boriladi. Va video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.